Assalomu alaykum barchaga. Mana pul ishlayman, pul topaman deydigan odam apparatni narxiga emas, sifatiga qaradi. Mana Azizbek ham Qirg'izistondan keldilar. Hozir kech bo'lishiga qaramasdan Azizbek hamni xizmatlarini bajarish jarayonidamiz. Azizbek aka, sizga apparat yoqdimi? Yoqdi aka. Assalomu alaykum aka. Apparat yoqdi. Qirg'izistondan keldim. YouTube'dan ko'rib, nomerini olib, Telegramdan yozib, xudo xolasa olib ketyapmiz mana. Ko'pdan beri kuzatardim, o'ta zo'r ekan apparat. Menga yoqdi. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishlatamiz aka. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Ha, xudo xolasa hammaga tavsiya qilamiz. Olib ketib ishlatinglar. Kimgadir shunaqangi qumsoq apparatlar kerak bo'lsa, pastga raqamlar qoldiraman, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Toshkent shahri bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor.